bitta patsientim kelib, ikkita bolali bo'ldim, hali ham yuzimda yugurayim ketmadi dedi. Ketmaydi-ku, erga tegsa ham ketmaydi, uni hamma biladi. Ayniqsa hozir 40 yoshlilarda, 35 yoshlilarda ugriy muammosi juda ham ko'p. Sababini hech kim aniq aytmaydi. Chunki uni sabablari juda ham ko'p. Analiz topshirgandan keyin to'liq ma'lum bo'ladi. Bu o'zi teri kasalligi, har doim aytaman, teri kasalligi. Ko'pchilik borib endokrinologga davolanadi yoki boshqa mutaxassisga murojaat qiladi, gastroenterologga murojaat qiladi. Bu teri kasallik, faqat dermatolog davolaydi. Ugrin siqqanda, nima deydi, u siqqanda ham infeksiya tushib qoladi. U siqilganda keyin yonma-yon tarqalib ketaveradi. Bunaqa holat ham bo'lishi mumkin, komidorlar bo'lishi mumkin. Komidorlar yallig'lanishi hisobiga terida yallig'lanish jarayoni ketadi, ugriylar paydo bo'ladi. Bunda juda ham sababi ko'p, lekin iloji boricha yuzga tegish kerak emas. Oynaga qarab siqurasiz, unda yiring chiqib qolsa ham shuni olib tashlaydingiz. Lekin ustidagini olasiz, lekin tagida yiringga qolib ketaveradi. U keyinchalik yana ham katta bo'lib yoki yonma-yon ko'payib ketaveradi. Ahamiyat berganmisiz, bitta ugriy chiqqan, keyin yonidan ko'payib ketgan. Ugriyli yuzlar oldin bunchalik ahamiyat bermagan ekanman, hozir juda ham keng tarqalgan. 1 yil ichida menimcha 3000 tadan ko'p patsientni davolayman. Ugriylar bo'yicha именно shunchalik darajada foizi juda ko'p. Praktikamdan kelib chiqib, shuncha patsientni borib davolayman. Yildan-yilga har yili 2 marta borib, malaka oshirish universitetida borib, malakamizni oshiramiz. Texnikamni, конечно, O'zbekistonda o'rganganman. Ustozlarim ham menda davolaydi. Ustozlarim ham aktual, lekin men shu yo'nalish bo'yicha ketganim uchun именно ko'p murojaat qilishadi.